hozirgi bosqichdan kelib chiqib qaysi terma jamoani favorit sifatida ko'ryapsiz? Endi o'yin tomonlama Fransiyada oldingi kutilmamizdan ko'ra ko'proq o'sish shaxsan o'zimda, lekin bari Ispaniya favoritdek va ko'p ehtimol o'sha chap tomonda hal bo'ladi chempionlik masalasi. Argentina shulardan g'olibi bilan o'ynaydi, lekin hozircha endi ikkalasi ham Argentinadan kuchliroq ko'rinyapti agar yo'l e'tibor bilan olsak. Davron aka, mundialning hozirgi bosqichidan kelib chiqib sizningcha qaysi terma jamoa chempionga aylanadi? Tabiiyki Fransiya asosiy da'vogar, juda kuchli tarkib, o'yini ham shiddatli, hamma formada, ayniqsa hujumi to'xtatib bo'lmas darajada. Mbappe, Dembele, Olise, hali Sherki tuzalib qoladigan bo'lsa, ya'ni ruhan tuzalib qoladigan bo'lsa, yanada xavflilashadi hujumi. Shuning uchun Fransiya. Orif, hozirgi bosqichga kelib mundialni qaysi terma jamoa yutadi deb o'ylaysiz? Hozir eng kuchli ko'rinayotgan Fransiya. Ko'p ehtimol biz o'tgan jahon chempionatidagi final takrorini ko'rishimiz mumkin. Bilmadim endi Argentina, Fransiya yo endi Ispaniya, Portugaliyaning ham imkoniyati yaxshi. Hozir o'zi eng kuchlilar qoldi, lekin shu kuchlilar qatorida men Fransiyani o'yini eng qanaqadir birinchi qatorda turibdi deb o'ylayman. Muhammad Ali, jahon chempionatida qaysi terma jamoa chempion bo'ladi deb o'ylayapsiz? Angliya chempion bo'ladi deb turnir oldidan taxmin qilgandim. Menimcha Angliya hozir yaxshi ketyapti. Harry Kane hozir zo'r formada va menimcha o'z inglizlar chempion bo'lish vaqti ham keldi. Eng kuchli tarkiblardan biri va ularda yaxshi imkoniyat ham bor. Chunki Braziliya turnir davomida o'sib kelayotgan bo'lsa ham hali ular pikiga chiqmadi. Angliya menimcha chempion bo'lsa kerak. Do'stlar, Nodirbekka shu savol bilan yuzlanishdan oldin Nodir Zarba sahifasiga a'zo bo'lib qo'ying. Yaxshi kontentlar qilyapti. Nodir qaysi terma jamoani favorit sifatida ko'ryapti? Hop, ikki tomondan setkani olsak, bir tomonda to'g'ri Argentina bor. O'ylashimcha, bu yoq setka o'ng tomonda Braziliya finalga borsa kerak. Garchi raqibi Angliya bo'lsa ham, endi keyingi bosqichdagi bir tomondan shubhasiz endi Fransiya deb o'ylayman. Garchi Ispaniya bo'lsa ham, negaki Fransiya endi tarkib tomondan ham tortadi finalga. Va katta ehtimol chempion ham Fransiya bo'lsa kerak. Va nihoyat Mbappe chempion bo'ladi. Sizningcha mundialning favorit terma jamoasi? Bir boshida Germaniyani kutgandim, lekin hozir menimcha Ispaniya finalni qo'lga kiritadi.